Hürmetli qarindoshlarım, Jasorat munbiriga xush keldinglar. Navbatdagi da'vo ishi har bir Uyg'ur izchil ko'ngil bo'lib kelayotgan ish. Chunki hammamiz bir kunlarda bir ozod hur vatanga berib, o'z vatanimizda yashashni xohlaymiz. Shunga har bir Uyg'ur mayli aktiv qatnashsin, passiv qatnashsin, ushbu da'voga qatnashib kelyotdi va ko'ngil bo'lib kelyotdi. Ama şu davadaki ekspres işler cakadamı uygu salıdı ve neymişka diyen sualga cevap elişka tirişidu. Bugün dostumuz Abdurrahimcan bilen yanımış temada azırak sohbetimiz buludu. Assalamu alaikum, hürmetli Abdurrahimcan. Aleyküm Hoş geldin. Ötkenki programlarda mı özel tılga hep ötkendek Şu mavo kurultaydaki egizbeslikler, meynetçilikler aşkar bo'lgandan keyin sana bevosita savol qo'yganlar bo'libdi-da. Siz shu qurultayni boshqoldek bildigan birisi minutda yashaysiz. Bu ishlarning kelib chiqish sababi va oxirini obdan bildiganlarning birisi-da. Şuna muşlu haqda siz hiç bir fikir bayan qilmadingiz. Amaliyotda siz birimi desangiz, onun salmog'i bo'ladi deb savol qo'yganlar bo'libdi. Men mu sendan mush savolni so'ramoqchi-da endi. Biz ko'ngillarda bir gap bor. Yaxshi niyat bilan boshlangan ish yaxshi niyat bilan natijalanadi. Yaman niyet bilan boshlangan ishning oqibati yaxshi bo'lmaydi deydigan gap bo'lgan. Hozir shu gapning tagiga yetgandek bo'lyaptimi? Bu haqda sizning o'ylaganlaringni bir anglab o'tgan bo'lsak. Buludu. Endi bu ishlarninki boshlanishini so'zlab kelsak, yaman uzun hikoya. 20-30 yılga yetip gitdi başlanış noktası. Bu 2024 yılı 5. ayının içinde bir partlaş yüz verdi bunu. Bütün dünyadaki Uygurlar bilip gitti. Əfsuslanğanlar oldu. Əfsuslanışla birgə o Xitayның oyunu bizniki davarımız terakki qilib, g'arblashib, bugungi kuni yetgan chog'da Xitoyga qarshi mo'rni-mo'riga tirab, BDT'da, Amerikada, Yevropada Xitoyning ko'ziga maqtab qodilib turib, davarimiz qilgan pallaga yetgan chog'da bu qurultayning ichidagi satchilikning portlab chiqishi bu albatta Xitoyning o'yini deb qanoatlanganlar va shundoq deb bu satchiliklarning o'zini yana Xitoyga otib qo'yib, quloqni yopirib, burunqidek davomlashimiz, ishni boshqa yapmaymiz deb mustahkam turayotganlar yomon ko'p. Buni biz qurultayniki navbatda ilib bormoqchi bo'lgan saylamaga bo'lgan yana tayyorlikdan ko'ra olamiz. Endi bu yomon niyat bilan boshlangan, shumliq bilan boshlangan ishning oxirisi shumliq bilan natijalandi degan bu bir falsafiy xulosaga o'xshab qoladi ekan. Har qanday ishlar, mayli ijtimoiy ishlarda bo'lsin, iqtisodiy ishlarda bo'lsin, shunga o'xshash siyosiy, inqilobiy masalalarda bo'lsin, shum niyat bilan, shum plan bilan boshlangan ish haqiqatan asosan degidek shumliq bilan natijalanadigan bu bir qonuniyat o'xshaydi qaraganda. Qaysi birisini deymiz? O'tgan yilqini deymi, bu yilqinimi deganga o'xshash. Bu shumliqlarniki jarayon yomon uzun. Oldin qatimdiki Rabia Qadir xonimga qo'ygan 3 savol degan mazmun bo'yicha 3 qatimliq elib borgan suhbatning muhim nuqtalari shu qurultayning ichidagi, ya'ni qurultayli emas, bunda aytgan chog'da
qurultay degan bir guruhning qo'lidagi bir kollektivninki ma'lum bir jamoatning qo'lidagi bir organ bo'lsa-mu, onun ismida Dünya Uyg'ur degan Uyg'urlarning butun dunyodagi vatan ichi va sirtidagi men Uyg'urlar deydigan Uyg'urlarning hatto vatanimizningki Uyg'ur bo'lmagan boshqa millatlarning taqdiriga munosabatlik shularning g'amini yeyotgan, ya'ni bir vatanning g'amini yeyotgan bir organ bo'lg'achqa bu qurultay. Shuning uchun buniki hamda ichidagi shumliqlarning o'zi haqiqatan cho'ng yerga tutishidi. Agar bir guruhning ishi bo'lgan bo'lsa, o chog'da oy parvoyimiz palaktab, necha qitim chekinib tashlab chiqayotganga o'xshash yeni parvo qilmasak bo'ladi. Ammo bo'libmi bugungi kunda bu qurultayniki yuz obro'y eshib, maxsus Uyg'urlarga, ya'ni Sharqiy Turkistondan iborat, Uyg'uristondan iborat bir vatanning o'ziga vakillik qilib, dunyoda da'vo elib berayotgan bir organning o'zida bundaq shumliqlarniki uzun yillab davomlashishi, endi buningga bugungi kuniga kelib shundoq bir rasvochilik bilan bir qatim xulosa chiqishi, bu bunday aytgan chog'da asli bombashqa tegishli bir masala, bombashqa tegishli bir hodisa. Ammo bu yuz berdi. Bu tasodifiy yuz berib qolgan ish emas. Xuddi shu ko'pchilik nurg'un kishilar shundoq ishinib qolganga o'xshash, buni Xitoy keltirib chiqadi deb ishinib qolganga o'xshash va shundoq qarayotganga o'xshash, bu tasodifiy ish emas. Mayli shumliq buning orqasida bir cho'ng shumliq bo'lsa-mu, bu shumliqning bir uchi Xitoyning qo'lida desak, bir uchi shu shumliqni ijro qilayotgan mushada bir kollektivning qo'lida. Bu kollektivning boshlanish jarayoni qanday boshlangan? 95-yillar maydonga chiqqan bir kollektiv bu. 95-yildan ta 2024-yilgacha izchil o'zgarmay, almashmay bir xalqini saqlab kelayotgan, davomlashtirib kelayotgan bir kollektiv borki, bularning ichida cho'qim bir shumliq bor. Bu shumliq oxiri kelgan chog'da shu butun dunyodagi Uyg'ur qarindoshlar, Uyg'urlardan eshib, g'arbdagi tashkilotlar, 250 tashkilot deganga o'xshash, masalan, shunchalik ommaviylashgan bir rasvochilik bo'ldi. Bu bir cho'ng shumliqning natijasi. Endi bu masalaning shundoq xuddi ilqi o'tgangi suhbatlarda aytganga o'xshash Rabia Qodirxonim egiz damonning cho'qqisiga ochiqib bu harbuni manzilga yetay deb qolgan chog'da qo'yib o'tib oqiga tashlab yana pastga tushirib pachaqlayapti, pachaqlatgan o'xshash bir ish qildi deganga o'xshash bir shumliq bormi? Hamma narsani tanavini qo'lga elib dunyo sahnasiga chiqib rasmiy eng cho'qqiga chiqqan chog'da shundoq qochoqlab tashlab etish bir strategiya bormidi bu ishning orqasida. Gumondan xoli emas. Nima uchun tirmashib 30ga yaqin tirishib shu pallaga yetgan chog'ning o'zida bu rasvochilik yuz berdi. Endi Xitoy qildi deylik. Xitoy qanday qildi? Xitoy bu yerga olib majburlab akirib videoga elib yoki bir isbot to'plab chiqib rasvo qildimi? Yo'q, unda bir ish yo'q. İşten bağını Xitay'ın qulluğu tutquzib qo'ygandan keyin o Xitoy xohlagan chog'da yeshidi, xohlagan chog'da bog'lab qo'ydi uni. Xitoyning shundoq rezilligini bilamiz. Xitoyning rezilligi bizning davrimizda emas. Shu Urxon mango toshlariga yezilgan ajdodlarimizning shu imperatorlarning 2000 yillik tarbiya nasihatlari shu Xitoydan azar qilinglar. Xitoylar har turli yil nayran qo'llandi, satanglar kelisini ish qiladi. Deb shunchalik va'z nasihatni qilgan. Buni ommaviy bizdek qur'a qilgan emas. Mushu millatga podshoh bo'ladigan, mushu millatga rahbar bo'ladigan, millatning inqilobini yetaklaydigan mushu odamlarga deyilgan tarbiya nasihat. G'arbda yashab etib,
G'arbda hayotini yerimini yashab bo'lib, musha yetilib, mushaning o'zining butun qonuniy axloqiy ishlarini bilib, mutaxassis darajada shunday ishni bilgan bir odamlardan bundoq bir axloqiy satchilikning yuz berishi bu odatdagi ish emas. Bu mundoq bir ishga shayton kirib olib, ajab bir chiroyli qiz bola ekan, to'qma qiz bola sho'xga, men bunda chaqchaq qilib boqsam, aplashib qolib qolsa, bu qolamiya deb mundoq qilib qolgan bir ish emas. Bu bir shumliqniki ijroati bo'lishi mumkin. Men bundan mustaq xulosa chiqaraman. Ya'ni qanday degan chaqda meni bir boshlig'im bor masalan, boshliqning o'zi ma ishni mundaq qil desa ma'qul deb qilaman, mana qilmaysa ma'qul deb qilmayman. Chunki boshliq qil deganda qilmasam, u boshliq meni jazolaydi, meni ishdan bo'shtidi yoki maoshimni qisqartidi, har turli tadbir qo'llandi. Shuning uchun boshliq yaxshi qil desam qilaman, yomon qil desam qilaman. Qilishga majburiyatim bor. Chunki boshliqdan bo'ysunma, boshliqning qo'lidan maosh olma. Shunga o'xshash. Endi bu ishlarning orqasida yana bir boshliq bormi? Shundoq shafaqat qilib o'ngda tushsa, bo'ldi endi Uyg'urlarningki ishi mushagicha bo'lsin. Qilgan bir buyruq bormi? Shundoq bir plan bormi? Izchil tirmishib bütün şumluq, rezil, vasıta hamma nimani qo'llanib, yetgan bu cho'qqining o'zidan nima uchun teyilib o'ngda tushish kerak. Shaytondan keyin kiribman, 18 yoshlik, 20 yoshlik bolami, 50 yoshdan oshgan bir odam shaytonning oqsiga unda kirib ketsa bo'lmaydi. Biz 50 yoshni eshib baqdik. Buni yaxshi tasavvur qila olamiz. Hissiyotni qanday kontrol qilishni bilamiz, aqlni qanday ishlatishni bilamiz. 50 yoshda oshgan bir odam, ya'ni 30 yoshlik bir odamning o'zi bundoq oddiy, bundoq oson shaytonning kayniga kirib ketmaydi asosli. Bo'libmi, bunda ish beshidagi odamni oldiga qaraydigan gap 2015-yildan boshlab Yevropada yangi bir qonun chiqadi. Qonun chiqadi emas, qonun ijroatini yo'l qo'ydi. Masalan, jinsiy parakandachilikni jazolash to'g'risida. Bu jinsiy parakandachilik degan chog'da bir ayollarga bosqinchilik qilish degan gap emas. Yo'lda ketayotgan ayollarga takrar qarasangmi, parakandachilik bo'ldi. Ayol xohlamasa, menga mening tinchligimni buzib, takrar qaratib arz qila oladi. Bu ayollarni tutib beqish, bu jinoyatga qilganlik. Agar shu ayolning o'zi meni tutdi, mening yuragimni silab qo'ydi yoki meniki mundaq bir gap so'zlarni qildi, meni bunda bir yerga borayli dedi, kafe içeyli dedi, tanışayli dedi, akşamlar bir yerga sayil qilayli dedi deb, ashula gap bilan isbotlan arz qilsa, jinoyat yadida turmaga solindi odam qonun bo'yicha. 2015-yilda rasmiy ijroat qo'ydi. Burunmi borki, ama 2015-yilda umumyuzlik jinsiy parakandachilikning oldini olish deb shuni Germaniyada eng qattiq ijro qilib kelayotgan bir yer. Endi mushu davlatning o'zida turib bizniki sergiler bu padini, muş Uygur'dan ibaret muşundaq bir benvaş, ahmak, sadda bir tutam otni köstüp qo'ysam, yüzlab aqıdan erişip jangal ketgan dereceki muşundaq bir xalqni yetaklayotgan bundaq shaxslarning o'zi bilmemdi o. Albatta bildi. Biz yaşayotgan davlatning axloqiy va qonuniy va uningga yurgizilgan jazo tadbirlarini bilib turib, yani mushunda bir isbotni qo'lga tushirib qo'ysam, hech bo'lmasa bir kunlar qo'pib ustimdan bir shikoyat qilib qanday bo'ladi deb o'ylaydi, uni o'ylayoladi. O aqancha bir havaskor bo'lib ketgandimi, qizlarga chopqinlik qiladigan shapoq cho'p ketgan holatdimi? O'ylaydi odamlar. Bunun bir akıbeti çıkıp kalsa, benim birinci ailem bu adam da böyleydi. Ailemden alıp bitimde korkudu. Mesela ballarının aldıda, ayağının arasında aldıda, yakın içtimai münasebetlerinin aldıda yüzüm düşürdüğün iş olmasın da bunu oylaydı. İş orunun ayrılık kılışının kork bunu oylaydı. Anlayken bunda bir ataqlıq şəxsi olan çağda benim namı şərifimge dəxil təriz yedilğən iş yüz bir kamusunda bunu oylaydı. Bizdek bir milletninki davasını qilib, yani qurban beriyotgan bir safda turayotgan odam buni o'ylamamdi. Mushu nuqtalardan aytgan chaqda bo'ldi qil. Endi qandaylik qilsang, shafaqat qilib, o'ngda tushamsan, nimalar qilsang,
sen de kurban berip bu işni başa to'xtatsa deydigan bir buyruq keldimi? Buna budun deyli. Mesela ötken qitimda Rabia Hanım hatta dedim ki ben Xitoyni tashlab be. Endi chiqyen deb yo'ng am budun Xitoyniki jamoat xavfsizlik idorasidan ministrligin buyruq keldimi deganga o'xshash. Endi sening vazifen mashada oxirlashdi. Bu harmoni bu joyda tashlaysa deydigan bir vazifaniki xulosini chiqargan buyruq keldimi. Men her qitimki söhbetli deb turman, men masalaga ko'ngil bilan qarayman. Herkes ah ko'ngillik bilan voy mushta bu qomida emas, bu bo'libmi Xitoydek bir rezil hiylagar bundaq bir düşmanımız bo'lgankan, o düşmandan qarshi turayotgan chig'imizda hamma narsani hatto o'zimizni gumon qilib men nima ish qilyapman deb gumon bilan manishimiz kerak. Onda ah ko'ngil tüpsüz sodda biz gumon bilan qarsak bo'lmaydi. Alloh taolo mundaq degan, payg'ambar alayhisalom mundaq degan gumon bilan qarmaymiz deb undaq ketaversak oxiri kelgan chog'da shafaq telib o'ng tushiga ish bo'ldi. Shafaq telib o'ng tushgandan keyin yana gunohni o'ziga qo'ymay shafaq qo'ydigan ahvol kelib chiqadi. Bu shafaq eski shafaqkan to'q meni jiqtiryapti deb turib yana qo'ziq eslib o'g'inni qo'pib benim mana mang'alga ish chiqadi. Texim rezilleşdi. Neticesi texim rezillik bilan vaz chiqadi ishniki. Ne aşında qarayman. Endi bu başlanış jarayoniga kelsak 25 yil 30 yilniki oldidagi ahvollarni takrorlab kelsak yomon uzun so'zilib bu suhbatlar zerikishlikka chiqib qolishi mumkin. Ammo qisqa bir xulosa qilib aytgan chog'da bu shumluq bilan 25 yillik eng az 25 yillik bir shumluq bilan davomlashayotgan ish xulosa bir qatim chiqqan emas. Nurg'un qatim xulosa chiqqan bo'lsa-mu, ammo o xulosalar hozirgidek dunyoviy oshkorlanib ketmaganligi uchun yang ichida betaraf bo'lib ketilavergan xulosalar bu qatim bu sirt bilan munosabatli bo'lib qolganligi uchun buni yoshirib qololmadi. Oshkorlanib ketdi, dunyoviylashib ketdi. Endi buning o'zini aslida Uyg'ur deb aytib, yani aşı Uyghur Şarkı Türkistan'dan çıkanmen deydiğin bir salayeti var. Her kandak adamınki tik durup sen ne yapatsa deydiğin hakkı var aslında. Hakkı var. Lekin bu hakkını kim talep kılır? Özünün hakkını talep kılışını bilmegen bunda kılkı Jugaşını bozak etmesen kıyameti soğuruğa degendek bunda öz hakkını qoğdaşını bilmegen bu koymeyeceğiz hakkını zaten kadende bir bunun dümüste tans oynap beşide şapak oynap bu şundak masa haqlıq toğra deyişki doğruldan haqlıq gelmiş hakkı zaten muşunda kılışı haqlıq ya közge ilmay vaqt kelse şapak teyil durup vaqt kelse ağız bulununu maylap koyup muşunda masa bu da ki haqlıq ya bu haq deydiğe yayın çıp kaldı ki adamın ki. Şu. Endi bu adamninki sen tilg'agan bu adamninki endi axloq to'g'risida mening ko'rgan bilganlarimni men bu yozdim va anlatib keldim videolarimizda. Mana shu 2000 yilning boshlarida tunji qatim ko'rgandala buniki qo'ltiqlab kirgan Germaniyada danq chiqqan birsiniki ayol emasligini bilgan billah buniki axloqining naqadar nacharligini his qilgan. Shu chog'larda men bilan aloqa qilayotgan yana bir buniki apaq-chapaq o'tadigan bir axloqi yaxshi emas bir ayol jinida buniki axloqiga shunda nachar baho bergan. Uning axloqiga ham amal yo'q deganda. Ammo bir kulkilik yeri mush Münxenda xeyli jiq Uyg'ur yashaydi-ki, bu Münxenda bo'lgan pastchiliklarning hammani biz anglagan masalan. Hammamiz bilatdik. Myunxdagilar ham yaxshi biladi-da. Mushundaq holatda hamda mushundaq bir odamningki izchil yana mushu qurultoyning beshi bo'lib mengishi atrofdagi Uyg'urlarningki buning oqibatini qanday bo'lishini oldin ko'ramasligimi yoki yani ba'zida tasvirlab kelgandek o'zining shaxsiy ishi bu da'vo bilan munosabati yo'q degandek bir palipach gaplardimi bilmadim hamda bu demakchi o'g'lim
bu insanınki ahlaksızlığı yani tilg'ilingan şeytanға aldanıp ketmepti. Bunun yançıqda 4 şeytan bakende izchil hamra bo'lib kelayotgan ki bununla bu şeytanlar. Yani bu şeytan azurvet degan bek külkülük bir gap. Onunla dedim o 4 yançıqda 4 şeytan var. Onunla şeytan başına ahir hamra eken. Ama muşundaq adamni 20 yıldan artıq bu davanın beşide tutup meniş bu sence bu mesuliyetsizlikdimi, bepervalıqdimi yoki biz shunda bir haqma ya bu shaxsiy ishlarga cho'ng ishlarimizga yetakchilab qolgan odamning axloqigami talab qo'ymaydigan bo'lmishlar bir odatimiz bormi bizniki sence? Endi undaq odatimizmi yo'q emasga. Bu qatim naati etiniz halda ispatlanıp çıktı. Yani şu 2 ay avval bir qurultayda bir iski jığnaşqa kengaytirilgan jığın, telefon jığın degandek va hokazo aytib 150 tek adam bu jığınga qatnashib 17 adam ya bu adam chekinish kerak, qurultay rejidan chekinmasi yaxshi olmaydi. Hech bo'lmasa saylan bo'g'uchilik orliqda olsun chekinib turish kerak. Hazır xalqaradaki 250 teşkilat Katar'dan çıkarıvattı kurultayını. Bunun rezil bir baxtsizlik bir iş oldu. Şunun için çekin son dep 17 adam avaza gelmiş. 133 adam dedim Xudayım. Ya bu çekiniz olmaydı. Bu Xudayını ki kasten müştaq uydurup çıkan bir şumluğu biz Xudayını ki bu oyunuğa tenkeş kıpasek olmaydı dep Monda avaza gelmiş. Yani bu şundan qaragан çağda hem de bu 130 adamın özü mühim yani Germaniyadaki uygulalı emas. Bütün dünyadaki ama şu Uyguristan sırtıdan erken dünyada da boştaq jığıllağa, teşkilatlarga meyli personellik qatnaşa alaydigan yoki olmaydı telefon orqali qatnashdiganlar bo'lsin, chiqib mush erkin dunyoda yashayotgan har qaysi davlatning sharqdan g'arbgacha tüm şu erkin dünyada yaşayotgan Uygurların vekilleri. Asasen özü turvatkan devlet şehirlerdeki teşkilatının başlıkları, teşkilatının vekilleri, çoğun ziyalı, piyali diyendek. Yani muşunda kademler. Yani çetlerindeki umumi Uygurlarınki arasında tütünün otursu bağ dizki bulduğun adamlarınki incası 130 neçe adam o Xitay oynaydı. O çekinmesi gerek, muzdek duruş gerek. Zaten Allah qarab meniş lazım. Biz bunu hedef versek, bunu dikin teximi yamını çıktı o işinki dep, munda qıyğanke, şunu qarğan çağda bizde bunda qılıqı paxtı mizaz, paxtıvaş bu xarakter naiti küçükke bu bir tərəfi. Hem de yanı bir tərəfi bir naiti korkmuş bir misal var. Bunu azaq misal qilib o'tib ketay. Mushu 2004-2005 yilda qaysi yurtlardan mushu chet elda turayotgan, muhojir turayotgan Uyg'urlarga o'z yurtidagi saqchilar telefon qiladigan, aloqa qiladigan bir ishlar avjib ketdi. Ba'zanlarga chiroyli taklif berib, yoki voy bir restoran ichib olsangiz, iqtisodda hamkorlashaylik, sherik bo'laylik degandek taklif berib, ba'zanlarga qo'yib, agar bizga ishlab bermasang Soluvatimizde tehdit kılıp diyendek aşağı işte avjab ketken şu vaktimizde Amerika'daki bir ağabeyimiz vatanda yapılan ailesini çıkışın yolu menip qattiq menip жүрген çağıldı ama onunki ayağını Antipine, şu bütün nemesi memleket boyunca kompüter kirgizatkan ki, sahtı pasport işletip mi, onu çigradan açık kılıp bulmaydıgan derecede, şunda kalkmak ki, tamucunluğa kelgen çağda pasport taşıyan bir qaraydigan kamera var. Şu kamera qaragandakillar, şu közünki nemesi alaydigan barmak izi, kan tipi hepsini ispatlaydigan aşda sistemga kirgizatkan ki. Şuna olar o ağabeyniki ayağını bir sahtı pasport işletip olsun çetelik açıklanmagan deyken vilayette sahtı idaresi telefon qilibdi o ağabeynige. Telefon qilib
Sen ayalığını, balağını açıp aile birleştirirsin halamsa. Vay ben halayım, iş halamaydı. Onda varsa hemkarlaşaydı yenge. Anda hemkarlaşamaz. Ben ya da bir işçi, bir üzem canım bekliyor adam. Sizler bolsanız bir devletin kadrisi, yani nima qilib hemkarlaşamaz dese. Sen aşu Amerika Uygur Cemiyeti'ye bu teşkilatlar reis olsa diyeyim. Teşkilatlar reis olsa, reis olgandan keyin biz ayağının falan pasportunu işletip sana çıkartıp vermeyiz. Aile birleştirir, şunda asana toxtaydı o diyeyim. O ayran kılıp başta makul depti. Oy bu United yaxşı reis olana buldum da olsa. Çıkartıp verenler diyendikine oy makul keliştik depti. Şunun bilen ma'lum vaqt o'tgandan keyin yana telefon qilibdilar. Oy bu reis bo'lmasa, qachon bo'lsa tashkilotning saylan bo'ldi hozir. Uzoq qolmay, nimishqa reis bo'lmaysa degandan keyin, nimishqa sen o'zing tayyorlik qilmaysa debdi. Men o'ylab baxdim, endi bu meni saylanmasa qanday qilib men bir qarqozdaq bir odam, men har doktorlik bo'lsa, har bilimlik hozirlik shu tashkilotlarga boshliq ko'tgan odamlar bo'lsa, men chiqib, men reis bo'lma deb o'tirib chiqsam, bana kim ovoz berdi, o sachchilik bo'lsa, ya hech kim ovoz bermay qolsa, shuning bilan bir sachchilik bo'ldi, u yerdan degan taqima yaxshi bo'lmaydi, shunglashqa men ishkinib qoldim. Degandan keyin sen oldidan men kandidat, reis kandidat bo'lma deb maydonga chiq degan gap. Maydonga chiq, ovoz berdigan odamni uni da g'am qilma degan gap. Degandan keyin shuning bilan bu o'ylab ketib, qonda gap, men nima g'am qilmayman, men bu yerdagi xalqlar bilan yaxshi o'tmayman. Ben Amerika kelgandan yağıp özümden şahsi işim bilen bulup, o teşkilatın katlaşmayı, namayişimi bağmay, işini kılmay yügen bir adam bulsam, ben çıkan reis olmayasam, bana kim avaz öğrettiyse, reis bol depteksin bir vatkan biz avazını dayarlap bıralayımız. Sen nemini koksaydın? Degenden keyin şunu olayım, maqul. Ondan sonra ben tayyorliqlar deb qo'yib, keyin andan keyin bu ag'ini o'zi telefon qildi. Unda olsa men reis bo'lib beray. Oldi bilan meniki ayolning pasportini ishlatib chiqartib beringlar degandan keyin biz unda ahmoq emas. Sen ayolingni balani qo'lingga evilib, biz topshirgan vazifani ado qilmasang, o'chaga biz qanday qilamiz seni? Xotin bolalarni qaytib akib olgan bu chog'da. Oldi bilan sen reis bo'lsa. Ondan keyin biz topshirgan vazifani ado qilsa, üçüncü kademde andayken qarab bakıp sen hizmetin uygun kelsa andayken ayollarni balalarni biz Amerikaga chiqarib bermaymiz degandan keyin shundan bilan bu adash bo'ldi, sendek bu ayolim bilan ming bilan bo'lsin men voz kechdim deb aşağıda urushib saqchi bilan andan keyin şu ishni oshkorladi, shu gaplarni shu ag'ini oshkorladi. Moşunda işke, bu Uygur Amerikan teşkilatını biz közge ilmayımız, işimi qilmaydi bu deb g'aybetni qilib yuramiz, ama moşunaga reis bo'lishgan meni moşundaq viloyat soqchi idorasidan taklif berdi, ham qistidi, shart qildi. Men ma'qul degan bo'lsam, meniki xotin bolalarimni chiqartib berdi deb oshkorladi bu ishni. Demak, bir tarafdan qarasang, xalqda bir naati, paxtavaşlık, vicdansızlık, gurursuzluk, moşundaq bir rezillik ketayotgan bir odamlarmi rahbarim deb aqısını qo'ydak agishib yuradigan bir xalqning xarakteri o'xshaydi deb qaraymiz. Yeni bir tarafdan qaragan chaqda moshunga bo'ysunsa deydigan bir buyruqlarni kelamdi. Mening ma adam lider bo'ladi, mosh liderlikni izchil zot. Nimani chaqalsa darhol berib ado qilsa. Nerede bo'lsam İşin bazı demey turib, işini taşlap turib berip, buna çaqırqı avaz qo'shsa, bunu qo'llaysa, bunu yalnız tashlamaysa deb endi mashundaq bir munosabatim bormi xalqlarga besim qiladigan. Endi bu deb kelsak, bundaq gaplar yomon jiq rezilliklar, haqiqatan xoinliklar, shu ochiq oshkor xoinliklar yomon jiq. Ama Sıkılıp bir mesele var. Muşu kurultayını, yine kurultaylı emas, eğer bu kurultay bulmay, muşu ya Uygur kurultayı bulmay kalan bolsa mı, bunun izgi başka bir maştaq xalqaralıq yuqori bir organ bo'lgan bolsa, muş 20 yerden çıkamay tutup turulgan bir mesele var. Qanday desem, Rabia Qadir Hanım Kurultayga reis qoldi 2006-yılı.
Şunda içki tosqunluq vakti bu alıp diken efendiler, moşo, büyükü, moşo atanmışlar hemisi til biriktirip Rabia Kadir Hanım'ın aldığını tosup reis bu kılışını şunda sırttan vay bizge reis öpəsin dahimiz çıkıp türmeden de sırtka munda da koyup içki cihette Rabia Kadir Hanım'a ilçil karşı etti bula. Ama sırttan umumiyüzü kılıp kollap Rabia Kadir Hanım'a yölep, avaz verip Qurultayga reis bo'lib qoldi. Rabia xonim qurultayga reis bo'lib qolgandan keyin ular o'ylab endi Amerikaga ep ketdi. Bu qurultayni Amerikaga ep ketib qolsa qanday qilamiz deb andan keyin Yevropa miqyosida bir Yevropa Sharqiy Turkistonliklar ittifoqi degandek bir cho'ng tashkilotni beni qurib, Yevropalik tashkilotlarni qurultaydan arib Rabia Qodir xonimga bermay ayrim bir cho'ng markaz qurdigan plan bular başkanlık qilib, onu icra qılanmadı. 2007-yili tayyorlik qilgan bular ichki jihatda. Naqat davlatlardagi tashkilotlarningki boshliqlar bilan ayrim avallashib, qurultay hamda Amerikaga yetkilish ehtimolligi yuqori. Agar shunday bo'lib ketib qolsa, biz Yevropada mundaq bir cho'ng markaz o'tirib chiqmaymiz deydigan bularningki bir planı bor ekan. Keyincha Rabia Qodir xonim Amerikaga aketmedi qurultayni. Ularmı o yandaş bir tashkilotni qurmadi, shunda to'xtab qolgan. Ammo shu bu Germaniya deganning endi qara, dunyo siyosatining bir tarafli davlat bu. Amerikaningki besimi bilan haydab NATOning ichida ba'zi harakatlarga, xalqaro urushlarga, hozirgi Ukraina masalalariga iqtisodiy jihatdan yo ba'zi qurol yordam qilsin, bu Amerikaning besimi bilan qotgan ishlar. Ama Germaniyanın özü gençler bu tashqi siyosatda betaraf davlat bo'libmi Xitoyga nisbatan bu Xitoyninki 20-chi o'lkasiga o'xshash bir vaziyatdagi davlat bu. Endi bu davlatda bundaq bir markaziy tashkilotga soyibxon qilib Germaniya tutib turishning o'zi xuddi Shanxay Beşlik ittifoqining ichidagi bir davlatda tutib turganga o'xshash xarakterga ega bo'ladi bu. Nima uchun shu Germaniyada izchil shunday bir markaziy tashkilotni tutib turdi? Yani bu bir çoğun gumanğa söylep vardı. Qurultayning o'zini 2001 yili Sharqiy Turkiston Milliy Qurultayi degan nom bilan shu chaqda Amerikaga o'tkazamiz deb tirishgan. Amerikaga o'tkazamiz deb shu vaqtdagi reis Anvarjon apandi Amerikaga chiqayotgan bodi shu munosabat bilan u yerdagi Uyg'urlar bilan suhbatlashib qilgandan keyin biz soyibxonlik qilolmaymiz. U qurultayni bu yerga aklib chiqolmaymiz. Bundan ötesini chiqqidek Uyg'urlarmi yo'q deb rad qiladi. Shu chaqda Amerikadagi Uyg'urlar shu Myunxendagi Uyg'urlardan 10 hassa jiqdi aslida. Ham iqtisod jihatdan kuchli shu chaqning o'zidimi, ham bilim iqtidor jihatdami Amerikada yuqori edi, ammo o vaqtdagi shu tashkiliy ishlarga aralashib yurayotgan Uyg'urlar buni ustiga elishdan qo'rqib olmagan. Ama Germaniyadagilar qandaqki o'zining ishsizligiga bakmay, o'zining ishsizligi, bilimsizligiga bakmay turib, qattiq esilvelig'lik. 2004-yili Dunyo Uyg'ur qurultayi, Sharqiy Turkiston Milliy Qurultayi bilan Dunyo Uyg'ur yoshlar qurultayini ikkisini birlashtirib bir cho'ng markaz quramiz degan bano bilan g'atchilar bu Sharqiy Turkiston Milliy Qurultayining butun vakillarini tasqab chiqarib etiblar. Dunyo yoshlar qurultayininki xarakterini dashatdi. Dünya Uyg'ur Qurultayi degani yoshlari deganni qo'ysang, shu burunqi shu yoshlar qurultayining o'zi bo'lib chiqdi. Bundaqlar. Yoshlari ham bir og'iz so'zni qisqartdi, ammo xarakteri, nizomnomasi, xitobnomasi hammasi qilayotgan ish harakati odamlardan tortib, markaziy nuqtadagi odamlardan tortib hammasi burunqi shu Dunyo Uyg'ur yoshlar qurultayininki odamlari. Bunda aytgan chog'da 96-yildan boshlab tashkillik davomlashayotgan bir kollektiv bu. Hozir Dunyo Uyg'ur qurultayininki yadrosi. Mayli boshqa davlatlar bo'lsin, izchil qo'llab, zaten shu xalqdan ayrilmay, bir sijiqlab tushsa 12 poltoni yo'lab mushda etmayotgan bir halqa bular. Bu halqa o'zgarmaydi. Bularning orasida shunchalik satchilikmi yuz bergan bo'lsa-mu, ama o satchiliklarni arib o'tirib, o'ch adovatni bir yoq qarib o'tirib, yana bular shu halqani tutib mangdi. Shu gumonliq bir doirama shu.
Hem bugünkü gün kelgen çağda yana başında çekik kıldı hazır. Dünya Uygur Kurultayı nam bilen koşup Uygurlarınki G'arbdeki yüz abroy bir kıtım tüküldü. An kim bu siyasi iqimlardan bir kıtım çekik kıldı. Hazır şu çekik kılgan vaziyette endi. Çok güzel. Hem darlıqta şu ötkenki qatam söhbetlerimizde Babur meselesini tilga aldık. Mesela aramızda işte Qashqarda tutulgan, qo'lga olingan jasuslar da Uyg'urning ichida hamda Uyg'ur davosida Xitoyning jasuslarining xeyli sonda ekanligi hamda aniq nihoyat ro'shan bir ish. Arliqda shu Myunxendami 4 odamning uyiga soqchi kirib tekshiribdi. Bir qismini soqchiga olib borib, so'roq qilib, shu jasuslik komandori degan nom bilan. Bunun içinde şu ötkende menlik Murat Nasır'ın ziyaret kılanda onun deyişçi şu töt yan çoğuda töt şeytan ba insan mı bakken de sakçı onun mu öyün tekşürüp ki sakçı kapırıp noktu ki. Endi muşundaq işlamı besivitildi mesela. Cıkadan bilmeydi bu işlerini. Besivitildi. Endi bu adamın rolü şu kadar mühim ki bu kurultay degeni de. Mesela Rabia Hanım'la putlap öğretmenden keyin mu? Bunun atrafında ah reisim, reisim, ah reisim dep çalğını yıkıtıp, yalığını yalap жүрген muavinleri, yani bir nimeleri mi? Mesela maqatim o şapaq teyilip jıqılğan eken o katip. Onun ornuğa özüne reislikki kösüşke cüret kılanmaptı mesela. Mesela bir çoğun özünü yoğan közeynek taqvallagan ziyadesi var. Dağlık, Mekkar, Medda, muavinleri var. Beş bakırap durduğun acayip Türkiye'deki insanlar mı bade? Ama kaydı uyuca asli o aksıcı kılgan eken ola onun ızbasarı bu şey, onun ızını biliş gerekti. Hem de oylamağa yerden bir mülayim bir Molla adamni saylamoqchi bo'libdi bular. Men so'ramoqchi bo'lganim, men bu yerda mushu Vonkatibning atrofidagi izchil qo'llab kelayotgan odamlarning o'zini raislikka ko'z solmaganligidan menga bir xil ta'sir berdi. Ya'ni bu qurultay degan amaliyotda Robiya xonim jiqitilgandan keyin bir şirketdek tutsaganda bir yani çeklik şirket degandek bir şirketke aylanıp kalgan ma'lum bir direktörninki yetekçiligidagi bir cho'ng şirketga aylanıp kalganda yani bu şirket nima bu direktör jiqilsa tuzuk adam yok yani var vaqirab ah reisim ah davatqanlarning o'zining ko'z tanmaganligidan ko'rib shuni his qildim bu shaxsning roli o kadar muhimki bu qurultay deganida. Atrofdagi ko'tarmachilarning ko'pinchisi faqatla ko'tarmachilik rolini o'ynay oladi ekan, ya'ni asosli rolga o'tolmaydi ekanda. Mushumu ajoyib gumonliq bir ishda ya'ni. Bu nima sababdan do'sancha? Adam oylap teki itip olamaydigan işler. Oylagan degilam şu yaman taraftan gumanınki kölengisi yaman tarafki mağalı o işlerinki. Yani bu kurultayınki Türkiye tarafga kitip kalmaslığı yakta mühim. Yani kurultay özü götürüp ketmişmi bununki reisi degandek mühim orundaki bu rahbarlik orni Türkiye tarafıga yani 3. dünya elleriga götürüşke bu bo'lmaydi hakikaten. Çünkü o emmez bilemiz onun sebebini söylep oltumsakmı? Aşkara xuddi Xitoyning bir o'lkasiga ketgandek bo'ldi. Ama Yevropada nurg'un davlatlarda bu qurultayga reis bo'ladigidek kandidat ko'zlash bo'lmasa o'zini kandidat qilib ko'rsatgan odamlar bor. Amerika taraflarda, Kanada taraflarda texmi bor.
Sen degandek endi muşularning ichidan birisi chiqib, men kandidat bo'laman, derammaganlik mushu Turg'unajimdan iborat bir mötedil ahli ilmining o'zi yolg'iz kandidat bo'ldi deb chiqish, buning o'zi bir yine biz Yevropada yaşayotgan, Yevropada bo'layotgan bir harakat degili odamniki eg'iz bo'lmaydi. Bir odam kandidat bo'ldi deganga. Chunki NRD'nin pulunu elib 2006 yıldan bu yan yılda bir qatim kadr terbiyeleymeyiz adı bola. Hazır qancha yıl ketdi? 18 yıl oldu. Yılda 2 qatim. Yaşlarını bir qatim terbiyelep yetiştirdi. Çoğunlarını bir qatim terbiyelep yetiştirdi. Yılda 2 qatim şundaq faaliyet ep bardı. 2018 yıldan başlasa 20 yaş kirgan bir bala hazır 38-40 yaş kirip qaldı. Şu faaliyetga qatnashib kelayotgan. Yani tashkilotga boshqasi bo'laligidek seviyeye yetildi degan gap. 40 yaşlık adamlar olsa hazır 60 yaşlarga kirdi. 30 yaşdan keyin tepsiga chiqib rasmiy hem yaş qurandimi her tarafdan pishib yetilgan bir salohiyatli rahbarga aylandi. Yani neticesi nima bo'ldi? 18 yılın yağı kadr terbiyelayapmiz degan bo'lsa, bu terbiyelagan kadrlarning ichida ikki kandidat chiqmagan bo'lsa, endi bir yolg'iz kandidat bo'ladigan bo'lsa, bu 18 yillik tarbiyalashning natijasi nima bo'ldi? Bunga endi qanday javob berish kerak? Kim bunga javob bera oladi? O'ylab bakın, mushu Rabia Qodir xonimni yiqitgan chaqda shundoq sakchilik rasvo bir qurultayga eng az 3 adam o'zini rais kandidat bo'lib naq maydonda saylanga tushgan. Bu qatim nima ish qildi? Yolg'iz kandidatlik rais bo'ldi. Buncha külgülük bir oyunning o'zini endi biz Beijingdan bevosita o'ynayotdi deyishdan boshqa buningga bir sebab. Shu. Ammo chiqinsa birlik kandidat chiqdi, qolganlar shuk o'ltirsa degan buyruq keldi. Chunki ko'p odamlarga shunday buyruq kelsa, bu nima uchun oshkorlanib ketmaydi? Birdi-birsi. Ya o'lgandan keyin oshkorlandi ya. Elixon To'ramlar ketib, Ahmet Çalan'ı arplan üstürüp 50 yıldan keyin ondan keyin qo'yib voy ishmonda bo'libdi deb ashta chiqib turadi. Ya hammamiz o'lib, guvohchilar tugagan chog'da yolg'on tarixchilardan birisi chiqib, buni yolg'ondan yozamdi. Qachon oshkorlandi bu sirlar? O'ylab boqing. Agar bu tashkilot bir rayonluq tashkilot bo'lgan bo'lsa yoki bir shaharda faoliyat qilayotgan bir tashkilot bo'lgan bo'lsa Yevropa davlatlarida. Yani qarashig'i voy bu hammamiz ishlaydiganmiz, voy o'zingizdan bir reis bo'lib bering, bo'ldi qilinglar, avar qilma bizni deb. Unda deb turmiz endi, bizmi oshdaq-ku, bizmi bir tashkilot bor. Tashkilotdan voy bo'ldi, bu nima tugamaydigan quruq saylan bu almashtirib yurguncha teshla men deb ketavergan gap, talishadigan ishim yo'q. Buna yerlik tashkilot bo'lsa ma'qul, tarmoq tashkilot bo'lsa, endi bir markaziy bir tashkilot, dunyoviylashgan bir tashkilotning o'ziga endi reis kandidati mushunda bir satchilik bo'lgan chog'da, mushu satchilikda endi ustimizga olmasak sat turadigan bo'lsa-mu, adam chiqib hiç olmuş üzümüzün kandidat göğüs çıkıyordu. Ma 18'ın yağı Amerika'nın pulunu elip, demokratiyanın pulunu xərcləb, yılda ayrıqlanıb uçup yürüp, ödel diyeti yürüp, miman bulup, kadr terbiyelep, kivatımız sət olmasın, digidək bir cürət qıymadı ma bula. Həmsin şunu dalımı qoğuqtuvatdım ya Beijing'den. Ma şu anı küzün köstümüz böyle. Əgər oturğa çıxıdığın bolsan, Qaysın oturğa çıxdığın bolsan falan qıvat emeyiz deb həmmədəni qoğuqtuvatdım ha. Bulmasa bu kandidat bulğu adamın nə ketdi? 18'ın yağı yetilayotgan kadrlar nə ketdi? 30'ın yağı şu təşkilatlara aralışıb, 5 olmasa 96 yıldan başlasan, 28'ın yağı şu mərkəzi təşkilatlara aralışıb fəaliyyət qıvatqan. Muşunda izcil, mavriz, buçi, vəzifəni ep kilovatqan, muşuncu ola adamlar durub,
Yalğandan bolsun bir 4-5'imiz kandidat özümüzni bir daskaga çıkarıp qayla haqiqatly bir alınıp qalsın. Bir yarımı dolmuşlar. Nime degen sirtçilik bolmanda aytgan çağda. Hatta başını Xitayga atıp deymiz məndə. Mən Xitayga atıp qoydum o hazıranda. Ala işten beginin yeşil ketkin Xitayga atıp deyip Xitay yeşil atı işten begimizdə. Endi masatlik mən Xitayga atıp qoyum da. Bir qutulup baxsın bula. Ya Xitay kəməli yüzümüz qıldıq da bir dəp baxsın cavab verip baxsın. Bunun Xitayning qo'li yo'q deb baxsın. İşten bag'ini Xitay qo'li bilan yeshivyapti. Ma'qul, biz ma'qul. Ama mavu 18'ning yağı kadr tarbiyalayotgan bir tashkilotning o'zidan yandaş yalğandan bo'lsin ikki kandidatni o'tirgan nima uchun chiqamadi? To'g'ri. Kandidatlar yaxshi, ajoyib yaxshi etdi. Bu kandidatlarning o'zini tanlamayma xalq shu Turg'un Hacimni ahli ilmi kishini tanlab qoldi. Chunki ma ahli ilmi bo'lmay mundaqiliqi demokratchi mundaq tashkilotchilik qilsa, bular ishdan beg'in yeshib qo'yib satchi tashlaydi qilgan shaytondan keyinga kirib qoldi ekan. Ma Turg'un Hacim bo'lgandan keyin o'zi o'lama kishi bo'lgandan keyin shaytondan keyinga bo'lmaydi. Chunki bu qatam mushu kishini sayıldık deb ovozini chiqib berib qoldi. Deb bo'lsin menda bir yolg'ondan chiqarib qo'ysam, haq ma'qul deydi. Ama kandidat olmay qaldı, yalğız kandidatlık oldu degan mushum ish mi, gapmi? Bu aql shunchalik narsa yo'qmish, shuncha hiliga shumliqlarni qila oladi. Mushu ishga bularninki aqli ishlamadimi? Shumliq plani yetmadimi? Yo'q. Buna masala var, ig'ir masala. To'g'ri. Turg'un Hacim Xitoy kandidat qilib berdi demoqchi emas. Onu ingizildimi demayman. Turg'un Hacim haqiqiy fidokor, inqilobchi, pokiz, haqiqatan kadar yaxshi bir o'yini var. Turg'un Hacim agar Xitoy beshig'ini elayotgan deysimi, undaq yo'q dasimaydi. Ama Turg'un Hacimni kimlar kandidat bo'lib beran? Siz yolg'iz kandidat bo'lsangiz deb o qo'rchoq reis qilib o kishini o'ynayotdi. Masala bu yerda. To'g'ri. Shu yana bir Turg'un Hacimni Xitoy kandidat ko'rsatib turibdi deb menda eg'o taqtirsa yuziga tupurmayman bu odamlarning. Ama mesele başka yerde. Aldığımızda şu Turg'un Hacim'deki birden bir namzat olup ko'rsatilişi, yani bir hesapta saylanışı, doğrusu da senden ayrım sual sorayımız Abdurrahimcan. Meniki hayran bo'lgan yerim hem de şu kadar davranışıda, şu kadar kadr terbiyeledik, şu kadar zor, güçlü qo'shinimiz bor degan bir tashkilotdan endi oxiri bu Vankatip endi rais olmasa biz qurultoydan chiqdimiz deb cho'qon saqallarim bor ekanda endi. Bu bek kulkilik, bekmi kulkilik ishlar, ama sirliq ishlar endi. Şuna bu vaqt azroq to'xtaldik. Bugun vaqt munosabati bilan Abdurrahimjon suhbatimiz mushayishi bo'ldi. Ma o keyingi suhbatimizda baysan tilga olgan o'sha Turg'un Hacim'ninki namzat birdan bir namzat bo'lishi va hesapda saylandı endi bir namzat bo'lganlik saylandı degan gapda. Bu yangi rais o'yib saylanishi to'g'risida senda so'raydiganlarimiz bo'ldi. Sen anglasam Turg'un Hacim bilan 30 yillik tanışkense, sertaşkense, bu adamni en yaxshi bildiğin adamlarning birisi sen kense. Ondaqda bu adam o qurultayga rais bo'lishga muvofiq odammi, salohiyati bormi? Bu vaqtimizda talash-tarish bo'ldi-ku xalqimiz orasida. Bir mollamni saylab qo'yibdi. Bir yumshoq mollamni yumshoq boshlamasa deydigan bir mollamni chiqarib qo'yibdi bular. Maqsad nima? U odam o o'ringa loyiqmi, emasmi degan savollarga senin ağzından cevap verişki terişimiz. Bugün 50 minutlik okuptu. Programımızı inşallah ahırlaştırsak. Aldığımız kekatemki programda görüşküçe aman boğun. Hayır, Allah'a emanet Abdurrahimcan. Allah'a emanet. Rahmet. Allah'a emanet.